Salom do'stlar, Vegeta kanaliga xush kelibsiz. YouTube kanal rivojlanishi uchun kanal tepa qismida turadigan sifatli banner avatarka muhim o'rin tutadi. Chunki aynan banner avatarka odamlarni kanalga e'tiborini, qiziqishni uyg'otadi va obuna bo'lish imkoniyatini ham oshiradi. Lekin sifatli banner avatarka tayyorlash uchun hammada ham kompyuter yo'q, telefon esa hammada bor. Shuning uchun bugungi videomizda men sizlarga qanday qilib telefon orqali YouTube kanalga sifatli banner avatarka tayyorlashni video qildim. Marhamat, videoni o'tkazmasdan ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha do'stlar, agarda o'zingiz banner avatarka tayyorlashni xohlamasangiz, 31-dekabrgacha 20% skidkada menga banner avatarka buyurtma berishingiz mumkin. Dizayn Telegram kanali manzili video ostida bo'ladi. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Birinchi bo'lib Pixel Lab dasturi orqali oddiy tekst tayyorlab oldim va Paystage dasturiga kirib, oldinroq Yandexdan yuklab olgan rasmlarim orqali dizayn tayyorlashni boshladim. Diqqat bilan videoni tomosha qiling. Zerikarli bo'lib qolmasligi uchun videoni 3 baravar tezlashtirdim. Banner avatarkamiz fon qismi deyarli tayyor bo'ldi. Endi esa ajoyib muzli tekst tayyorlaymiz. Agarda banner avatarka tayyorlash uchun sizga har xil effekt materiallar kerak bo'lsa, mening Vegeta.uz Telegram kanalimga obuna bo'ling. Men har xil effektlarni shu kanalda joylab boraman. Muzli tekstimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa bannerni yanada boyitish uchun har xil effektlardan foydalanamiz.
Bannerimizga qor, bulut, har xil effektlarimizni qo'shib oldik. Endi esa qishki atmosferani Yangi yil atmosferaga ham moslash uchun har xil Yangi yilga mos bo'lgan effekt va rasmlarni ham qo'shib olamiz. Bannerimiz tayyor do'stlar. Endi esa biz uni saqlanit qilib YouTube formatga moslashtiramiz. Bannerimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Agarda sizga bannerimiz